Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Jannatda ato etiladigan ne'matlarning eng ulug'i Alloh taologa nazar solish hisoblanadi. Bunday ulug' baxtga muyassar bo'lgan bandalar Alloh taoloni ko'radilar. O'shi rahmatullohi alayh mo'minlarning Alloh taoloni ko'rishlari qanday bo'lishi haqida so'z yuritib, uni shaklsiz, idroksiz va biror timsolsiz ko'rishlarini bayon qilgan. Shaklsiz va timsolsiz ko'rish haqidagi so'z xuddi Sofi Allohyor bobomiz aytganlari kabidir. Ko'ngilda kechsa, ko'zga tushsa har shay, erur andin munazzah xoliq hay. Insonning ko'nglida Alloh taoloning qandayligi to'g'risida qanday fikr o'tsa o'tsin, uning ko'ziga qanday ulug'vor narsa ko'rinsa ko'rinsin, Alloh taolo barchasidan boshqacha bo'lgan oliy va buyuk zotdir. Idroksiz ko'rish deganda esa ko'rilgan narsani tasvirlab bera olmaydigan, uning qandayligini tushuntira bera olmaydigan hamda yodida saqlab qola olmaydigan darajada ko'rish ma'nolari tushuniladi. Shu ma'noda mo'minlar Alloh taoloning jamoliga shaklsiz, idroksiz va biror timsolsiz ravishda nazar tashlaydilar. Bu haqida shunday xabar berilgan. Astaizu billah. Vujuhu yawma idhin nazira ila robbiha nazira. Sadaqallohul azim. U kunda chiroyli yuzlar bor, o'z Robbisiga nazar soluvchilar. Qiyomat surasi 22-23 oyatlar. Kofirlar esa o'sha kunda Alloh taoloni ko'rishdan to'siladilar. Bu haqida Qur'oni Karimda quyidagicha xabar berilgan. Astaizu billah. Kalla innahum an robbihim yawma idhin lamahjubun. Yo'q, albatta ular o'sha kunda o'z Robbalarini ko'rishdan to'silurlar. Mutaffifun surasi 15-oyat. Imom Shofiy rahmatullohi alayh ushbu oyatda mo'minlarning Alloh taoloni ko'rishlariga dalil bor degan. Imom Molik rahmatullohi alayh uning dushmanlari to'silgan va uni ko'ra olmaganlaridan keyin o'zining do'stlariga tajalli, o'zini namoyon qiladiki, u zotni ko'radilar degan. Boshqa bir oyat karimada ko'zlarning uni idrok eta olmasligi xabar berilgan. Astaizu billah. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Sadaqallohul azim. Ko'zlar uni idrok etmas, ko'zlarni u idrok etar. An'om surasi 103-oyat. Bu oyati karimaning ma'nosi 5 xil ta'vil qilingan. Birinchisi, uni ko'zlar ihota qila olmaydi. U ko'zlarni ihota qiladi. Ikkinchisi, ko'zlar uni ko'rmaydi. U ko'zlarni ko'radi. Bu so'zni aytuvchilar ikkita dalil keltiradilar. Ko'zlar oldilaridagi narsalarni ko'radi. Ko'zlar bilan ko'riladigan narsalar orasida fazo bo'lishi kerak. Shu bois o'zlariga jips bo'lib turgan narsalarni ko'rmaydi. Agar ko'zlar uni ko'rsa, u chegaralanib qolishi lozim bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'zlar uni ko'rmaydi. Eshitish ovozlarni idrok etganidek, ko'rish ranglarni idrok etadi. U zotni ranglar bilan vasf qilish mumkin bo'lmaganidek, ko'rish bilan ham vasf qilish mumkin bo'lmaydi. Uchinchi, bu dunyoda maxluqlarning ko'zlari uni idrok eta olmaydi. Oxiratda esa Robbisiga nazar soluvchilar ma'nosidagi oyatning taqozosiga ko'ra uni idrok etadilar. U zot esa dunyoyu oxiratda ko'zlarni idrok etadi. To'rtinchi, dunyoyu oxiratda zolimlarning ko'zlari uni idrok eta olmaydi. Mo'minlarning ko'zlari uni idrok etadi. Chunki idrok etish osiylardan man qilinib,
mo'minlarga ato etiladigan izzat ikromdir. 5. Ko'zlar uni dunyoyu oxiratda idrok eta olmaydi, lekin Alloh taolo o'zining do'stlariga ulardagi 5 ta sezgilardan boshqa 6-chi sezgi yaratadi. Uni o'sha alohida sezgi bilan ko'radilar. Inson sezgilari: birinchisi eshitish, ikkinchisi ko'rish, uchinchisi hidlash, to'rtinchisi tan bilish, beshinchisi tekkizib bilish. Alloh taoloni ko'rishning haq ekani hadis shariflarda ham bayon qilingan. Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bizlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edik. U zot to'lin oy kechasida oyga nazar soldilar-da: sizlar yaqinda Robbilaringizni bu oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Uni ko'rishda qiynalmaysizlar. Agar quyosh chiqishidan oldin va botishidan oldin namozga kuch sarflashga qodir bo'lsalaringiz, albatta uni ado qilinglar dedilar. Muttafaqun alayh. Sharh. Ulamolar aytadilarki, Alloh taoloni ko'rish haqidagi so'zda bu ikki namozning zikr qilinish sababi shuki, namoz toatning afzalidir. Qolaversa bu ikki namoz bomdod va asr, farishtalar jamlanishi, amallarning ko'tarilishi kabi fazilatlar bilan boshqa namozlardan afzalligi sobit bo'lgan. Bu ikki namoz namozlarning eng afzali bo'lganidan keyin ularni o'z vaqtida ado etuvchilarga eng afzal mukofot munosib bo'ladi. Eng afzal mukofot esa Alloh taologa nazar solishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu oyni ko'rgandek ko'rasizlar deyishlari ko'riladiganga o'xshatish emas, balki ko'rishni ko'rishga o'xshatishdir. Alloh taoloni ko'rishni oyni ko'rishga o'xshatishda ikki xil ma'no bor. Birinchisi, to'lin oy kechasida oyni ko'rish to'g'risida hech qanday shak shubha bo'lmaydi. Ikkinchisi, oyni ko'rishda ko'ruvchilar qancha ko'p bo'lishlaridan qat'iy nazar, hech bir mashaqqatsiz barchalari baravar ko'raveradilar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.